Demak, bugun sizlar bilan mitoz va meyoz bosqichida xromosomalar to'plamini o'qilishini ko'rib chiqamiz. Demak, bu uchun bilib olishimiz kerak. Bitta xromosoma odatda bitta DNKdan iborat. Ya'ni bu normal holat hisoblanadi. Har bir xromosomamizda bitta DNK. Masalan, odamda 46 ta xromosomadan iborat desak, diploid holatda, demak 46 ta DNK mavjud. Endi sintez davrida, ya'ni mitozga tayyorgarlik yoki meyozga tayyorgarlik davrida xromosoma tarkibidagi DNK ikki hissa ortadi va natijada bitta xromosomada ikkita DNK dan iborat holat yuzaga keladi. Demak, xromosoma to'plamini N bilan belgilab olamiz. DNK yoki ikkinchi nomi xromatida to'plamini S bilan belgilab olamiz. Demak, shunda ikki xil xromosoma farqlanadi. Bitta DNK li xromosoma yoki ikkita DNK li xromosoma. Qanday to'plam bo'lishidan qat'iy nazar, demak, xromosoma bitta DNK li yoki ikkita DNK li bo'ladi. Ayrim xromosomalarni to'plamini ko'rib o'tamiz. Demak, NS to'plami K2S, CN3S, 4N4S. Bu to'plamlarning barchasi uchun umumiylik bitta xromosoma bitta DNK dan iborat ekanligi, ya'ni xromosoma va DNK nisbati 1:1. K2S, ya'ni 1:1. Demak, bularning hammasi uchun umumiylik bir xromatidali xromosomalikda. Bularning farqi xromosoma to'plami bilan farq qiladi. Ya'ni N holatda haploid, 2N to'plam diploid, 3N triploid, 4N tetraploid. Demak, NS ni o'qishimiz uchun bir xromatidali xromosomalarning haploid to'plamidan o'qishimiz mumkin. Demak, buni o'qishimizdan ham bir xromatidali xromosomalarning diploid to'plami. Demak, 3N3S bir xromatidali xromosomalarning triploid to'plami. Bir xromatidali xromosomalarning tetraploid to'plami. Demak, to'plam farq qilib turibdi. Barchasi bir xromatidali xromosomalar. Ikkinchi, demak, bu to'plamlarning o'zining xosligi N2S. Keyingi to'plam N4S. Demak, bitta xromosoma ikkita DNK dan iborat. O'qilishi 2 DNK li xromosomalarning diploid to'plami. Keyingi to'plam 3N6S. Demak, 2 DNK li xromosomalarning triploid to'plami. Keyingi to'plamimiz 4N8S. Ya'ni ikkita DNK li xromosomalarning tetraploid to'plami hisoblanadi. Siz ko'proq qaysi mavzularda qiynalasiz, izohlarda yozib qoldiring.